Asalariga geometriyani kim o'rgatdi? Ularning uyasi aynan oltiburchak shaklida bo'lishi bu oddiy tasodif emas, balki maksimal samaradorlikka asoslangan geometrik yechimdir. Bo'shliqlar muammosi. Agar asalarilar katakchalarini aylana shaklda qurganda edi, ular orasida foydalanib bo'lmaydigan bo'shliqlar qolib ketardi. Bu esa mumning isrof bo'lishiga olib keladi. Geometriyada faqat 3 ta muntazam shakl bo'shliq qoldirmasdan bir-biriga jipslasha oladi. Bular uchburchak, to'rtburchak va oltiburchak. Asalarilar uchun eng muhimi imkon qadar kamroq mum sarflashdir. Chunki uyasining devorlari mumdan yasaladi. Xo'p, qaysi shaklni tanlasak ichiga eng ko'p asal sig'adi? Aytaylik, uchala shaklning ham perimetri, ya'ni devorlarining uzunligi bir xil 24 sm bo'lsin. Endi bularning yuzasini topamiz. Uchburchakning yuzi 27,7 sm kvadratga teng. To'rtburchakniki 36 sm kvadratga teng. Oltiburchakniki esa 41,6 sm kvadratga teng. Ko'rib turibsizki, oltiburchak shakli eng kam devor bilan eng katta maydonni qoplash imkonini beradi. Oltiburchakli struktura fizik jihatdan juda mustahkam. Har bir katakcha devori qo'shni katakcha bilan umumiy bo'lgani uchun og'irlik teng taqsimlanadi. Bu struktura shunchalik mukammalki, hozirgi kunda juda ko'p zamonaviy texnologiyalarda foydalaniladi. Masalan, samolyot qanotlarini yengil va mustahkam qilish uchun. Insonlar endi kashf qilayotgan bu texnologiyalarni asalarilar azaldan bilishgan. Sizningcha ularga buni kim o'rgatdi? Javoblaringizni izohga yozing. Yangi video bundan ham qiziq bo'ladi. O'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.